Qaynona garajdamisiz? Sho'pirkiyo, haydang. Oling bu Matizchangizda yili yangi razgon tez deganingiz ertalab bittaga zavat bermayapti-ku bu. Omma ro'zg'or totaman deb gaz bosaman deyman, burishni ko'targan zadniga uradi faqat. Siz o'zingizni biling, bilasizmi? Barda cho'ging yo'q, men gapiryapman. Ishdan balandstrovka ham qochib keladi, dam olaman desam, kapoti ochiq har. Ja unchalik emasdir, sho'pirkiyo. Kuzovim kulgan bilan motorim yig'layapti mana. Olingda men ketibda Kobulcham, Gentrcham topaman o'zim. Kiyo, parkovka qiling, qani gaplashamiz. Ertalab zavat bo'lmaydi ekan. Traktorda ishlagandan keyin zavat bo'lmaydi-da. Yaxshi gaplar bilan qizdiring. 95 demayman, mayli, hatto 91 qo'ying. E'tibor bering, 9-sinf baliq qizlarga olgan chexoli bilan yuribdi. Bu unaqa emasda, kuyov. Mersilarni ko'rsa signal chaladilar. Yana radar. Kuyov, qiziqmang shu imonarkalarga. Ularni benziniga chidamaysiz. Polingizga qarab oyoq uzating. Moshkalatdan bitta. Rapchas bagajingda qissa botar. Kuyov, qaynotangiz eshitsa, metanizga propan quyadi. biz turarga bitta payshanba drift showimiz bor edi. Qani, qaytib problema bilan kelmanglar, sovuq suvga moyka qilmanglar. Zapchaslardan ko'p bo'lsa, sizlarni ko'rolmaganlar gulishtirib teshirsin. Qamatim ishiray, yorini yig'ishidan. Armiyadan qaytdim. Sinfdoshimiz Guli qo'lini so'rayman, hozir kelyapti, chaqirganman. Jo'rajon telefonni olgin, sen bizdan baxtli kunlarni syomka qilgin. Chaqbay. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Normalni syomka qilib xursand ekan. Shunday qilig'i bor qilaveradi. Maman ko'kuli 9 armiyadan qaytdingmi? 1 yil mana shu rasmiyga qarab xizmat qildim-da men. Mashg'uligim kim kelsa bo'lar ekan. Sig'maydi-yu. Aka chalaveraymi? Bor sigaretga chiqib kel. Maktabda men bola bilan urushganing esingdami? Hamma ham yoshlikka xato qiladi, eslatib yurmagan endi. Hozir bu armiyadan kelganda farqi yo'q unga. Sinfdoshim bilan ketaman aka. Maktabda kliplar kolleksiyasi o'ynagan esingdami? Ushlabman mana. Kel deganda kelmading, oshiqligimni bilmading. Komandirim dokument qilib ishga qoldigan payt nimaya qolmadimman. Plastik operatsiya qildingmi, omadsiz bo'ldimi? Hozir qanchaga qolmaganda sana tentakcha. Men bu yerda onaxon askar o'g'li bilan o'tirib zakaz oldalaringmi? Sinfdoshlagan kechiring aka. Sen armiyadaligingda rasmanga sochilik kelishdi. Tegmabsan-da. Menga qara sen yozgan xatda elchi men rasm o'qigan. Ana yo'q hech narsa. Tushundimmi? Menga qara qo'lingni kuling mengami? Ye. Nozlanib ketdi, bo'lmaydi bu ye. 9 bidaga azizdan chaqirdim, o'sha qo'lini so'rayman hozir. Shahboz. Meni uchrashuvga chaqirdingmi? Qo'lingni uzib mengami? Voy, qanday yaxshi voy! Aka sigaret olib keldim. Ber. Kuyov, bu yoqqa chiqing, umringizni qamoqda chiritmasdan qo'ymayman. Shang'alash ona meros ekanda. Qizimni dugonlar bilan gapga boshga qo'ymas ekansiz. 48-modda ozodlikni cheklash 5 yilgacha. Kecha haqorat qilsiz 140-modda 1 yilgacha axloq tuzatishga. Undan keyin indamagan sarrazgon ola ekanda. Bu yuring yo'qqa gaplashamiz. Ushbu fuqaro somsa qilaman deb kuydirgan 207 xizmatga so'qolingdan qarash 3 yilgacha. Tuhmat qilyaptilar. Ashoydallar. Ayblanuvchi ko'chaga faqat gap tashiydi. Isbotingiz bormi? Hammasi syomka bo'lgan. Qo'ylaringiz ikkita ho'kiz tuqqan, rek sigirlaringiz yarim paqir sut beradi ha. Osvejitildan okeanning hidi keladi. Hammasini zapisi bor, bu aytgan mana bor ha. Josuslik 20 yilgacha. Ha, Dazmol qilaman deb futbolkamni kuydirgan, siz menga hammasini biladi deganingiz, 165 tovlamachilik qilgansiz. Gapir. Aldayapti. Ekspertiza xulosalariga ko'ra barmoq izlari jinoyatchiga tegishli. Bu damasmiya, men tushuntirma so'ramasdan. To'xtang kuyov, men narsa so'klarda iching, mana mazza qilasiz. Menga pora taklif qilmang siz. Yurku. Mana kuyov, qizim yaxshi o'tiringlar, vaqti bilan urushmanglar, xo'p? Yarashmanglar, xo'p? Voyenniy mashina keldi, rishotkalar bor, sizni qo'lga olib ketadi. Nima deyapti kuyov? Hammasini o'zingiz boshladingiz-ku. Yo'q, Ha, gapim bor debsan, nima deysan? Shu $100 qarzing bor, o'shan ber. Ali, $4000 bugun kechga beraveraman, kesin tamom. Jo'jon bittasi qarz berish kerak, o'sha qarzni bersa sirasan beraman. Xijolatman tushunib turasan-a? Akajon, yaxshimisiz? Mana aka sizdan olgan qarzim ozgina cho'zildi, rahmat lekin aka. Mayli ukam, charchama, ha. Aldamabdi. Jo'rajon, endi $100 qarzingni berasanmi? Beraman, so'ravermagan odam xijolat bo'lib ketdi, beraman. Hozir $100. Beraman men o'zim. Zo'r, toychoq zo'r. Necha pul deyapsiz buni? 10,000 deyapmiz, kami bor aka. Kam-pami yo'q. Mana 10,000. Gap, bil tamom aka, baraka. Bagajni ochiq. O'zi $100 qarz. Ber, 10,000 olding-ku. Beraman-da, Rossiyaga ham borib keling. Qalay bo'ldi ish?
Zo'r bo'lish. Borishim bilan T-Bankdan Black kartasi oldim. Telefonda shunga zaявka berdim, Rossiya Lubojoga ketirib berar ekan. Black bu Rossiyada ishlash va yashash uchun juda qulay bo'lgan T-Bank kartasi bo'lib, unda Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlar milliy valyutasida komissiyasiz pul o'tkazsa bo'ladi. 30-aprelgacha video ostidagi havola orqali kartani rasmiylashtirsangiz, 1 yil davomida undan bepul foydalanishingiz mumkin. Kartani boshqa afzalliklari bormi? Boshqa kartalardan yoki naqd pul hisobda bepul to'ldirish, ish haqqini ham to'g'ridan-to'g'ri shu kartaga qabul qilish mumkin. Komissiyasiz naqd pul yechish. Surus. Pro obunasi bilan jamg'arma hisobing yoki omonating bo'yicha yuqori foiz olasan va tez pul yig'asan. T-Bank Rossiyadagi hamyurtlarimiz uchun juda qulay karta. Aka, kamchiliklar yo'q? Yo'q, ukam rahmat, yaxshi qarading, men senga chivi ol. Afisanga $100 beryapsan. Menga $100 qarzingni ber. Muammo yo'q, Jo'rajon. Faqat shu ertaga gaplashaylik. Yana xijolatmisan? Vobshe xijolatman-da. Dildora singlim, qizil tufligingni berib tur. Ertaga kelin ko'ylak tanlagan bormoqchi edim pochchang bilan. Nima? Sen ja o'zingga yaqin oborma bo'lmasanmi? Mayli, singlim. Bir oydan keyin yerga tepib ketaman. Keyin sendan kim ham tufli so'rardi. To'xta. Joyida turibdi. Olib kiyib ketaver, xo'p? Ey mol, yeganingni yuvib ketmaysanmi? Farosating qurg'ur. Bir oydan keyin erga ham tepib ketib qolaman. Shu talashib, tortishib yurishlarimiz shirin xotira bo'lib dillarda qoladi. Mayli opa bor, ishingni qilaver. Qandaydir galpaningdan ta'sirlanib ketdimmi? Yo, havo sovuqmi? Rahmat. Patak bosh, nimaga meni zaryadchigimni olding-na? Bir og'iz aytib qo'ysang bo'lmaydimi? Qancha qidirganim bilasanmi? Atay qilgandim singlim. Qandaydir seni gaplaringni hozirdan sog'inib boshlayapman. Bir oydan keyin erga ham deb ketaman. Opa datlashgani keling birgacha degan qo'shiqni eshitib yig'lab o'tirasan. Men ol zaryadchigingni. Yo, turursin. Tursa turaversin. Ha, singlim, tinchlikmi? Yuzingizga tabassum yugurib yuribdi. Hozir menga kelgan sovchilar ichkarida o'tirishibdi-ku. Ular to'yni tezlashtirishini aytdi. 10 kunda qilar ekan va chet elga ketar ekanmiz. Qanday yaxshi. Haligi sarpalaringdan qarashib turasan-a? Nima qilib turasan? Qarashib turasan-a? Savillab gapiryapsan-da, sen chak olganmisan-san? Yo'q-yo'g'iga qaragin, tepa-pasingga qaragin, nima deyapsan-san? Sarpaga yordam berishmish. Mana beraman sarpaga yordam. Opa, xotiralar qoladi. Qanaqa shirin xotira, men san 9-mayda ham eslayman, tushundingmi? Opa, dardlashgani keling bir kecha degan qo'shiqlar. Qanaqa qo'shiq? Boshimga qatirmay, pashale. Pashale. Mana oylik tushdi, endi buni bekitib qo'yamiz. Pullarimni to'plab biznes qilaman, mashina olaman. Oylikni qo'lga kiritish operatsiyasini boshlaymiz. Kelishdik. Yaxshi ish qilmayapsizlar, kelin ayting. Faqat teng bo'lamiz. Mayli. Hayotim kostyumingizni yechib qo'yasiz. Yo'q, zakon turibdi, kostyumga tegmanglar bo'ldi. Nima qilyapsiz, ey? Uka, esingdami? Bolaligimizda mana shu yerda umbala qoshib o'ynab yurardik. Esimda yo'qman, ey. Qizim, shu ishingni qo'yib qolgin. Tirikchilikda ona. Choynak piyolalar sotamiz, choynak piyolalar. Hay chiroyli ukam. Ha. Paxta gullik choynak piyolalar bor uka. Olmaymiz, ketavering, bo'l. Harakat qildim, o'xshamadi. Yey! Hayotim yangi kostyum oldim, kiyib ko'ring. Yo'q, shu qulay, minnatdorman, rahmat. Kiyib ko'ring. Yo'q. Kelin, unaqa qilmanglar. Opa ko'rinyapsiz-da, nima? Yoshligimizda shunaqa bekinmacha o'yna. Mayli. Qayga bekitsam buni? Hay ukajon, ko'yningga bir quloq solay. O'zi kim so'raykan deb o'tiribman, boring boshimni og'ritmang. Vobshe o'xshamadi. Odam podamas ekan u. Topdim. 100 sizga, mana 100 sizga, mana 200 sizga, 500 menga teng bo'ldim. Peshona terim. Qizlarim, nima kerak bor? Oylikni aldab olishi. Tak pensiya ham tushdi, endi buni yashash kerak. Trevoga! Moldek yotmasdan turib uylarni yig'ishtirishib yorsangiz nima bo'lar ekan-a? Tilashakar singlim, shu boshimni 12 barmoqlik ichagi juda ham og'riyapti deb bo'lmasa bilasan, turib yordam berardi. Xo'p. O'ynab yuravermasdan mana shularni yig'ishtirishib yorsa bo'larmikin-a? Singlim, qo'limni jigara press berib qoldi deb bo'lmasa senga jon deb yordam beraman-ku. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ketamizmi? Ketdik. Voy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan. Bir qo'llab ham yordam bersa bo'ladi-ku supurishga, ey. O'zingdan kasallik yoqibmi? Ikkala qo'limni ham tizzasi shikastlangan. Bo'lmasa senga yordam berish zabat emas-u singlim. Yo'qolib, ket. Rahmat. Ikkita qo'ling singan ekan, oyoq bilan mashinani yig'ishtirib qo'ysa bo'ladimi? Jon deb yordam berardim, lekin mana shu oyoqlarim. Bo'ldi, bildik. Hayda. Kim bor? Sovchilarni kutib olinglar. Sovchilar, Assalom deganda ochiladi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Ey, dumbul, Gulnora opani uylari shumi? voy, bizdan keyingi qo'shnimiz. Ha, yo'q, mayli. Mayli. Opa shu hovlilarga suv sepib.
Mazam yo'q-da. Nimaga sani mazang bo'lmaydi? Kim ekan? O'zimni onamlar telefon qilyaptilar. Ko'chaga chiqib gaplashing. Men Qodirxon futbol o'ynaganini ko'ryapman. Xo'p, alo. Hozir meni yomonlaydi. Ishtaydi bir. Ha, oyijon, qiynalmayapman. Hamma ovqatlarni qilyapman. Qaynonam zo'rla. Hozir meni ko'rib qolib maqtadi-da. Ro'zg'or tinch. Qaynosinglim bilan opa-singildek bo'lib ketganmiz. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ona sizga yetqizaman deb poylab turibman. Kim eshitib qolmasin. Qaynonam meni kelin emas, qizim deydilar. Ko'z tegmasin bir xilimiz-ey. Qara, endi yomonlasa kerak, kutamiz. Oyijon ichkarida televizor ko'rib o'tiribdilar. Qara, hozir ko'chaga chiqib gaplash deganimni ham onasiga aytadi. Aniq aytadi. O'zim ko'chaga chiqib gaplashay degandim. Ko'rinmaydigan joy topaylik. Ona nima qilyapsiz bu yerda? Hayda qo'yingni. Yordam kerak emasmi? Aka, boring keting. Oyijon tug'ilgan kuningizga boramiz hammamiz oilaviy yig'ilishib. Oy, yomon yiqilibsiz-a. Voy. Oyim telefon qilyaptilar. Keling, ko'chada gaplashing. Yo, shu yerda gaplashing. Yana o'lib ketmaylik. Mana bugun biz 9 ala yana yig'ildik. Maktab bitirganimizga 10 yil bo'lib ketdi. Har oy yig'ilamiz. Oqibatimizga, do'stligimizga ko'z tegmasin, ha bolalar. Oqibat so'zi yunochada olingan bo'lib, A sinf degan ma'noni bildiradi. Короче, har oy bahor kafesiga kelib o'tiramiz. Shunday. A? Bahor kafesi deyman. Yo'q, o'zi A sinfga shuni aytyapman. Biz har oy yig'ilamiz. Shunaqa yig'ilganmiz, 5 sinf bolalar yig'lay oladi yig'ilganimiz. Bu qizlarni bolalarni qara. Har oy yig'iladi. Havasim keladi. Biz ham shunaqa bo'laylikda ish qilib. Mana senga 100 ming, mana 100 ming, mana senga 30 ming, mana senga 10 ming, mana senga gapirmang chiqaring. Mana sen 6 ming bo'lasan, shu yetadi. Nima qilgansiz bu? Kursdoshlar zakasiga borsam 300 mingdan beradi. Har oy choqirib o'tiribman, muammo qilmalaring, bo'ldi, nima unday qilsan? Bersangiz bering, o'sha kommentariyga kirib yozaman men nechisilik bo'ldi. Ha, bo'ldi, beraman mana, bular oqibatini tiklayman deb o'ynaylar beri o'zim tiklayolmayman. 200 ming bersam bo'ladimi? Yo'q.